Kimyoviy elementlarning hozirgi belgilari qayerdan paydo bo'lganini bilasizmi? Yaqinroq keling, men sizga bu haqida aytib beraman. Kimyoviy elementlarning hozirgi zamonaviy belgisi 1813-yilda shved olimi Jens Jakob Berzelius tomonidan taklif etilgan tizim asosida yozib chiqilgan. U taklif etgan tizimga ko'ra, elementlarning lotincha nomidagi birinchi harfi elementning kimyoviy belgisi deb olingan. Misol uchun, uglerodning kimyoviy belgisi. Uglerodning lotincha nomi esa karbonium yoki azotning kimyoviy belgisi N. Uning lotincha nomi esa nitrogenium. Ikkita elementning bosh harfi bir xil bo'lib qolgan taqdirda birinchi va undan keyingi bir harf qo'shimcha qilib olingan. Misol uchun, ftor va temir elementlari. Ikkalasining bosh harfi F. Ftorda birinchi harf olingan, temirda esa undan keyingi bir harf qo'shimcha qilib olingan. Yoki bor va brom elementlarini olaylik. Borda birinchi harf, bromda esa birinchi va ikkinchi harflar kimyoviy belgi sifatida olingan. Ko'rib turganingizdek, kimyoviy belgilar bu shunchaki harflar emas, ularning ortida bir tarix va mantiq yotibdi. Keyingi videoda men sizga zamonaviy kimyoviy belgilar paydo bo'lishidan avval kimyoviy elementlar qanday belgilanganligi haqida ma'lumot beraman. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.